Bugun biz tog'lar bag'ridan oshib, tarixning tirik guvohi Amir Temur bobomizning muqaddas yurti Shahrisabzga yo'l oldik. Boqiy obidalar turkum ko'rsatuvlarini suratga olish maqsadida qadim Kesh bag'riga kirib boryapmiz. Bu zamin har bir toshida o'ziga xos hikoyani mujassam etgan. Har bir g'ishtida buyuklik va qadimiylik nafasi ufurib turgan tabarruk maskandir. Shahrisabzning ulug'vor tarixiy obidalari, ularning bunyod etilish sirlari, me'morchilik mo'jizalari va albatta ularda yashiringan rivoyat hamda afsonalarga chuqurroq nazar tashlaymiz. Biz bilan birgalikda ushbu ajoyib shaharning ruhini his eting va tarix sahifalarini qaytadan varaqlang. Hello, I'm Daniela Carta. I'm from Italy. I'm here for the first time in Uzbekistan. I think the architecture is very beautiful, amazing, breathtaking. Osmondagi uch o'rdak, uchalasi ham birdek. Osmondagi uch o'rdak, uchalasi ham birdek. Shahrikeshning qizlari ochilgan qizil guldek. Shahrikeshning qizlari ochilgan qizil guldek. Asrlar qa'ridan bir dahoning orzusidan dunyoga kelgan buyuk bir mo'jiza bor. O'rta asrlar me'morchiligining yuksak namunasi. Amir Temur qudratining timsoli Shahrisabzdagi Oqsaroy. Bugun biz siz bilan tarixning qorong'u sahifalarini varaqlab, buyuk bir inshootning bunyod bo'lishidan to bugungi kungacha bo'lgan dramatik taqdirini o'rganamiz. Uni oq deb atashlarining siri nimada? U qanday qurilgan? Va bu buyuk saroyning bugungi vayronalari ortida qanday sirlar yashirin? 13-asr oxiri va 14-asr boshlarida Mavarounnahrning siyosiy manzarasi parchalanib, o'z hukmdorini kutayotgan bir davr edi. Amir Temurning sahnaga chiqishi, markazlashgan davlat barpo etish g'oyasi va uning ramzi sifatida qadimgi Kesh, hozirgi Shahrisabzning tanlanishi tarixiy zarurat edi. Oqsaroyning joylashuvi ham uning strategik ahamiyatidan darak beradi. Oq so'zi faqatgina rangni emas, balki poklik, ulug'vorlik, taxtga yaqinlik, sultonlik kabi chuqur ramziy ma'nolarni anglatadi. Temurning bu inshootga bergan ahamiyati uning davlatining ramzi, buyuklik va qudrat ifodasi edi. U bu inshoot orqali nafaqat o'zining, balki butun imperiyasining shon-shavkatini namoyish etishni istagan. Nega endi Shahrisabz strategik jihatdan Shahrisabzning qanday afzalliklari bor edi? Mana o'zlaringiz buning guvohi bo'lasizlar. Shahrisabz hududi, kitob Kesh Shahrisabz hududi 3 tomondan tog' bilan o'rab olingan, uni qibla tomoni ochiq. Bu strategik jihatdan tabiiy o'zi qala sifatida joylashgan. Hisor so'zini o'zini tarjimasi ham qala ma'nosini beradi arab tilidan agar o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak. Bu nuqtai nazardan Mo'g'ullarga qarshi kurash jarayonida Shahrisabz asosiy tayanch markazi, manzili bo'lishi mumkinligini Amir Temur hazratlari juda yaxshi bilgan. Arxitekturaviy jihatidan va ijodiy jihatidan ham bu juda ham katta o'sha ikkinchi renessans davri deymiz. Hozir Amir Temur davrini o'zini davriga xos katta majmua bo'lgan. Bu Oqsaroy bu ham rezidensiya bo'lgan, ham saroy bo'lgan. Juda ko'p mehnat evaziga, juda ko'p katta o'sha mablag' evaziga va o'sha Amir Temur o'zi aytganda o'zini kuch-qudratini ko'rsatish maqsadida ham qurilgan binolardan hisoblanadi. Endi buni vazifasi o'zining nomidan ham ma'lumki, o'sha
Amir Temur davrida qarorgoh, ya'ni Shahrisabzdagi qarorgohi vazifasini bajargan. Xuddiki mana Samarqandda Ko'ksaroy bo'lganday, Shahrisabzda Oqsaroy bo'lgan. 1380-yilda qurilishi boshlangan Oqsaroy Amir Temurning onasi Takinaxotin xotirasiga bag'ishlangan edi. Bu qurilish nafaqat me'moriy, balki tarixiy hikoyalarni ham o'z ichiga oladi. Xorazm, Eron va boshqa ko'plab mamlakatlardan kelgan yuzlab, minglab ustalar, me'morlar va hunarmandlar o'z mahoratlarini buyuk inshootga bag'ishlaganlar. Ular orasida mashhur Muhammad Yusuf Tabriziy ham bor edi. Uning nomi saroy gumbazlaridagi yozuvlarda saqlanib qolgan. Salkam 20 yil davomida qurilgan Oqsaroy haqida shunday bir o'ziga xos uydirmalarim bor, afsonalar ham bor. Balki bu endi mahalliy manbalarda eslab o'tiladi, haqiqatga ham yaqindir. Amir Temur Oqsaroyda qurilishini shu darajada tezlashtirib, shu darajada tezroq qurishni xohlaydiki, lekin uni tezroq qurishni iloji yo'q. Sababiki Shahrisabz shahri geografik jihatdan tog'li o'lka. U yerda namgarchilik kuchli. Endi u Oqsaroyda qurilishida masalan 20 yil vaqt behudaga ketmagan, chunki uni fundamentini qurishi. U katta, demak, mahobatli qurilgandan keyin yerda namligi, uni cho'kishi va hokazo hammasi hisobga olingan. Shuning uchun ham usta Tabriz Amir Temurdan ushbu saroyni qisqa vaqt ichida qurilmasligini tushuntirishga harakat qilsa-da, lekin Amir Temurning istagiga to'g'ridan to'g'ri qarshi chiqa olmagan. Shuning uchun ular aytishicha, asosiy fundament qurilgandan keyin 1 metr chamasida ko'rinmaydigan joyda qoziqqa zanjir ilib, u g'oyib bo'ladi usta. G'oyib bo'ladi. Endi bosh arxitektor usta g'oyib bo'lgandan keyin ish to'xtab qoladi. Uni ishini hech kim davom ettira olmaydi. Va chamasi 1-2 yildan keyin usta yashirincha kelib qarasaki, qoziq yerga tegib turibdi. Ya'ni o'sha zanjir. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, imorat joylashgan. Imorat ancha fundament tashlab joylashgan. Ana undan keyin u Amir Temurning oldiga peshvoz chiqib qo'rqmasdan bo'lgan voqeani aytib beradi. Shundan keyin Amir Temur unga tasanno etib, demak, qanday holatda qurilsa, nimani talab qilsa qurilish, shunga qarab ish to'tib ruxsat beradi. Shuning uchun ham uni qurilishi salkam 20 yilga cho'ziladi. 1380-yildan 1400-yilgacha demak davom etadi. Oqsaroy epigrafikasini ichida Oqsaroyni qurgan me'morlar haqida materiallar saqlanib qolgan. Unda Muhammad Tabriziylar deb ko'pchilik ma'nosida yozilgan. Men o'ylashimcha, Muhammad Tabriziylarning biri me'mor bo'lsa, ikkinchisi dizayner. Oqsaroyni mozaika, mayolika bilan qoplagan dizaynerlardan biri bo'lish kerak. O'zlaringizga ma'lum, Tabriz hozirgi Eron hududida. Gap shundaki, Oqsaroyning qurilishida nafaqat Tabrizliklar, shu bilan birgalikda Xorazmliklar yoki boshqa yurtdan, Shahrisabzliklarda ishtiroki asosida butun ziyolilarni markazlashtirgan holda mahobatli imoratlar qilingan. Oqsaroy o'sha davrning ilg'or me'moriy va muhandislik yechimlarini o'zida mujassam etgan. Hatto saroyning tomida kichik suv hovuzi joylashtirilgan bo'lib, undan Taxtaqoracha dovonidan qo'rg'oshin quvurlar orqali kelgan suv sharshara hosil qilib pastga tushgan degan farazlar bor. Favoralar bo'lgan, lekin Oqsaroyning tepasida bo'lmagan. Chunki ispan elchisi Clavijo kelgan paytda ham favora haqida yozadi. Shu saroyning o'rtasida katta favora bo'lgan deb yozadi. Lekin arxeologik ishlar olib borilgan paytda u favoralar topilmagan, chunki u yerda yillar davomida qanaqadir majmualar qurilgan, yana favoralar qurilgan. O'shaning uchun ularning qoldiqlari yo'q bo'lib ketish mumkin bo'lgan. Gonzales de Clavijoning aytishicha, Oqsaroyni majmuani atrofida katta hovuz bo'lgan.
u hovuzdan otilib turgan favvora salkam o'sha qala devoridan, ya'ni o'sha Oqsaroyni tepasidan uzoqdan ko'rinib turgan deyiladi. Bu ham o'ziga xos fizik omil, ya'ni o'sha Hisor tog'laridan maxsus sopoldan qilingan quvurlar orqali olib kelingan va o'sha shiddat bilan kelgan suv, demak, shu darajada favvora tepaga ko'tarilganki, bu tashqaridan qaraganda Oqsaroydan ko'rinib turadi degan. Shuning uchun ham keyinchalik mahalliy manbalarda bu salgina noto'g'ri talqin qilingan. Go'yoki Oqsaroyning tepasida katta hovuz bor. O'sha hovuzdan favvora otilib turadi degan fikrlar aytilib turadi. bir 1404-yilda, ya'ni qurilish boshlanganidan qariyb 24 yil o'tgach, ispaniyalik elchi Clavijo Oqsaroyni ko'zdan kechirganda, uning qurilishi hali to'liq tugallanmagan, ba'zi joylarining koshilli naqshlari bitmagan edi. Shunga qaramay, Clavijo saroyning nihoyatda go'zalligidan va salobatidan hayratda qolganligini o'z yodnomalarida batafsil tasvirlaydi. Bu esa saroyning naqadar ulkan va betakror bo'lganidan darak beradi. Oqsaroyning qurilishi bu faqatgina bir binoning qad rostlashi emas, balki bir imperiyaning qudrati, bir xalqning bunyodkorlik ruhi va bir hukmdorning mislsiz orzularining ifodasi edi. U o'sha davrning eng ilg'or texnologiyalari va me'moriy yechimining guvohi bo'ldi. Bu ajoyib mamlakat. Bu yerda muhtasham madrasalar va ko'rishga arzigulik joylar ko'p. Hamma yoq juda toza va ozoda. Taomlari a'lo darajada. Biz bilan birga yurgan yaxshi yo'lboshchimiz bor, u bizga barcha binolarning tarixini tushuntirib bermoqda. Bu juda foydali. Chunki binolar o'ta qadimiy va ular haqida o'rganiladigan tarix juda ko'p. Insonlari o'ta samimiy, ob-havo ham yomon emas. Yo'llari sayohat qilishga qulay. Umuman olganda bu yerda bo'lish yoqimli bo'ldi. Albatta boshqalarga ham tavsiya qilaman. Әмір Темірдің кезеңіндегі сәулет өнері ескерткіштері жалпы әлемдік мұра ретіндегі танылуында Өзбекстан мен Қазақстанға ортақ тағы бір мұра, ол біздің Қазақстандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ға енген әлемдік мұра. Әрине ол кесененің тарихы да Әмір Темірмен өте тығыз байланысты. Себебі Әмір Темір өзінің билік кезінде Түркістандағы тұлға Қожа Ахмет Яссауидің қабірінің басында үлкен кесене тұрғызады. Сонда Әмір Темір кезеңіндегі сәулет өнері ескерткіштерінің тарихы Қазақстан тарихымен де ортақ екенінің тағы бір дәлелі. Сол себептен де біз қазір Өзбекстанда осы сәулеттік өнер ескерткіштері қалыптасқан тарихи мәдени орындарда жүрміз. Oqsaroy qurilishi nihoyasiga yetgach, u Temur imperiyasining yuragiga, siyosiy va madaniy markaziga aylandi. Uning har bir koshinida, har bir naqshida buyuk bir davrning falsafasi, san'ati va qudrati mujassam edi. Xo'sh, bu saroy ichida qanday hayot kechgan? U qanday sirlarni o'zida yashirgan? Va uning devorlari orasida qanday muhim qarorlar qabul qilingan? Oqsaroy nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki tuzilishi va bezaklari bilan ham hayratga solardi.
Saqlanib qolgan peshtoq, 2 tog' ustun va poydevorning bir qismigina bugungi kungacha yetib kelgan bo'lsa-da, uning umumiy balandligi 50 metrdan ortiq. Peshtoq ravog'i esa 22,5 metr. Zahiriddin Muhammad Boburning ma'lumotlariga ko'ra, saroy hovlisi o'rtasida hovuz, to'rida gumbazli katta devonxona, yonlarida maslahatchilar uchun kichik xonalar, hashamatli ravoqli bostirmalar, ichki tomonida haram va amirning shaxsiy xonasi joylashgan. Saroyning har bir elementi chuqur ramziy ma'noga ega edi. Devorlardagi kufiy yozuvlar, ziynatli bezaklar, Girix uslubidagi islomiy naqshlar, bularning barchasi diniy va falsafiy mazmunni aks ettirardi. Peshtoq arka kirish qismidagi sher va quyosh tasviri Temur davlatining ramzi edi. Unda 3 ta halqa shaklidagi tamg'a ham joylashgan. Hatto adolat davlat asosi va hukmdorlarning shioridir. Bizning qudratimizga shubha qilsangiz, biz qurgan imoratlarga boqing kabi hikmatli bitiklar ham saroy devorlarida mavjud bo'lgan. 1970-yillar atrofida Oqsaroy hududida arxeologik qazishma ishlari olib boriladi va bu qazishma ishlari natijasida hududda o'sha Oqsaroy hovlisini bezagan mozaika, mayolika pollar mavjudligi ham aniqlanadi va bugungi kunga kelib xorijiy bir sayyohlarni, mahalliy sayyohlarni mazkur madaniy meros yodgorligi bilan bahramand qilish maqsadida hududda shunaqa konservatsiya ishlari olib borilgan va epigrafik ashyolarni o'rganuvchi mutaxassislar sifatida Bobur Aminov ismli shaxsni ko'rsatishimiz mumkin. U kishi ham nafaqat Oqsaroy, balki butun Qashqadaryodagi o'sha yozuvlarni, unda berilgan ifodalarni o'rganish bo'yicha katta bir olimlardan hisoblanadi va bu o'rganishlar jarayonida Oqsaroy majmuasining bitiklarida nafaqat bir hikmatli so'zlar yoki qanaqadir bir ibratli bir so'zlar, undan tashqari she'riy misralar ham keltirilganligi ta'kidlab o'tiladi. Oqsaroy nafaqat ajoyib me'moriy obida, balki Temur davlatining siyosiy va diplomatik markazi ham edi. Bu yerda Amir Temur xorijiy elchilarni qabul qilgan, davlat kengashlari o'tkazgan va imperiya taqdirini hal qiluvchi muhim qarorlarni qabul qilgan. Ranglarning oy yorug'ida jilolanib, oqarib ko'rinishida bino Oqsaroy deb nomlangan bo'lishi ham uning naqadar noyob va sehrli bo'lganidan darak beradi. 7 xil tabiiy naqshlar bilan bezatilgan saroy devorlaridagi sirkor parchinlar esa o'sha davr hunarmandlarining mislsiz mahoratini namoyish etgan. Oqsaroyning shon-shavkatli davri Temur davlatining yuksalish davri bilan hamohang edi. Bu saroy o'sha davrning eng buyuk san'at, siyosat va madaniyat markaziga aylangandi. Biroq har qanday buyuklikning ham o'z tanazzul davri bo'ladi. Oqsaroy asrlar davomida qay tarzda va nimalar sabab vayronaga aylandi? Bu savol ko'p yillardan buyon tarixchilar va keng jamoatchilikni qiziqtirib keladi. Uzoq vaqt davomida bir shaxsning nomi bu buzg'unchilik bilan bog'lab kelindi. Ammo haqiqat qanday? Kim buyuk Oqsaroyni vayron qildi? Yoki bunga tabiiy omillar, ofatlar sababmi? Biz shu bahsli savollarga javob izlaymiz. Amir Temur vafotidan so'ng Temuriyzodalar o'rtasidagi ichki nizolar avj oldi. Davlat zaiflashib, siyosiy markazlar tez-tez o'zgardi. Bu davrda Shahrisabz va Oqsaroyning siyosiy ahamiyati asta-sekin pasaydi. Ulug'bek Mirzo kabi hukmdorlar Shahrisabzda ko'k gumbaz kabi boshqa muhim inshootlarni qurdirgan bo'lsa-da, Temuriylar sulolasining zaiflashishi Oqsaroyga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. 16-asrning oxirlarida Temuriylar va Shayboniylar o'rtasidagi keskin to'qnashuvlar Mavaron nahrni qamrab oldi. Shahrisabz ham ko'plab janglarga guvoh bo'lib, shahardagi imoratlarga zarar yetkazilgan. Aynan shu davrda Oqsaroyning vayron bo'lishiga oid turlicha taxminlar paydo bo'ldi. Uzoq yillar davomida Sovet tarixchilari tomonidan bu buzg'unchilik Abdullaxon II nomi bilan bog'lab kelindi. Lekin tarixiy manbalar buning aksini ko'rsatmoqda.
Hofiz tanish Ibn Mir Muhammad Buxoriyning Abdullanoma asarida Abdullaxonning Shahrisabzni qayta tiklashga, uning buzilgan qal'a devorlarini tuzatishga buyruq berganligi aytiladi. Bu esa uning buzg'unchi emas, aksincha, bunyodkor shaxs bo'lganidan dalolat beradi. Oqsaroy Ashtarxoniylar hukmronligi davrida ham Shahrisabz beklari uchun qarorgoh vazifasini bajarib kelgan. Abdullaxon II o'z davrida xonliklar ichida, xonlar ichida, hukmdorlar ichida eng bunyodkor hukmdor sifatida izohlanadi. 1000 dan ortiq inshootlar qurgan. Umuman fan, ilm, hunarmandchilik, me'moriy inshootlar qurish homiysi bo'lgan. Shunday inson, men o'ylaymanki, shunday mahobatli saroyni buzishga jur'at eta olmasa kerak. Termiz shahrida xonaqo bo'lgan, Abdullaxon o'sha Amir Temur qurdirgan majmuani tiklaganlar. Men o'ylaymanki, Abdullaxon tomonidan unchalik vayrona bo'lmagan deb o'ylayman. Bu yerda baribir men bilishimcha baribir ko'proq o'sha klimatik faktorlar, tabiiy jihatdan va shu restavratsiya masalalari bo'lmagan u paytda. Chunki har bir majmuani o'zini restavratsiya jarayonida ishlab o'tkazilish kerak. U paytda u narsalar bo'lmagan. 1860-yilda katta zilzila bo'lgan deb yozilgan faktlar bor. O'shaning uchun o'sha paytda menimcha shu arka qismi, ravoq qismi buzilgan bo'lishi mumkin. Arxeologik qazishmalar jarayonida hovlidagi mozaika mayolikalar pol sifatida yoki bo'lmasa hovuzlarda qirg'og'ida sirtiga ishlatilgan mozaika mayolikalarni tekshirganimizda ular bir-birini ustiga chiqib ketganligini guvohi bo'lganmiz va notekis joylashganligini guvohi bo'lganmiz. Bu faqat tektonika, ya'ni zilzilalar natijasida yer tarkibida mana shunday o'zgarishlar sodir bo'ladi. Mening nazarimda 16-asrda manbalarda ma'lum juda katta yer qimirlash bo'lgan. Bu yer qimirlash 7 baldan kam emas va o'sha davrda Samarqanddagi va Shahrisabzdagi ko'plab me'moriy binolar vayron bo'lgan. Masalan, Bibixonimda bu juda yaxshi ko'rinadi, o'sha yoriqlarning paydo bo'lishi. Bu 16-asrdagi o'sha zilzilalar oqibati. Agar o'sha umuman Zarafshon tog'ining ikki tomonida Samarqand va Shahrisabz joylashgan bo'lsa, bu seismik zona hisoblanadi. Bu yerda ehtimollarga ko'ra 8 balgacha yer qimirlash hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Men nazarimda shu 16-asrdagi yer qimirlash oqibatida Oqsaroy vayron etgan. Buni arxeologik qazishmalar natijasi to'liq tasdiqlab beradi. Xalqning o'rtasida Abdullaxonni vayron etishi haqida yoki bo'lmasa boshqa Buxoro amirlarini xonliklar davridagi qandaydir g'arazli maqsadlar bilan buzilishlar haqida afsonalar bor, lekin bu afsonalar asossiz. Negaki Abdullaxon O'zbekistondagi juda ko'plab mahobatli imoratlarni qurilishiga homiylik qilgan, u ham ajoyib davlat rahbarlaridan biri bo'lgan. Shu nuqtai nazaridan Oqsaroyning vayron bo'lishi bu qaysidir tarixiy shaxsga bog'lash mantiqqa zid hisoblanadi. Oqsaroyning chinakam vayron bo'lishi 19-asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga tajovuzi davriga to'g'ri keladi. Muarrix Abdulazim Somiy rus qo'shinlarining Shahrisabz va Kitob bekliklariga hujumini 1873-yil deb ko'rsatsa, Rossiya imperiyasi harbiylarining hujjatlarida 1870-yil kuzida bo'lgani qayd etiladi. Shahrisabz va Kitob bekliklarini bosib olishda jonbozlik ko'rsatgan vayronkor general-mayor Abramov edi. Abramov 1870-yil 31-avgustda yozgan 591-raqamli raportida shaharni qirg'inbarot qilgani haqida aytmasdan, aholi shahardan 3 chaqirimcha berida meni non-tuz bilan qarshi oldi deb xasposhlashga urinsa-da, Logofet rus qirolining kuchi va ko'lob bo'lib to'kilgan rus qoni evaziga olingan Shahrisabz va Kitobdek ulkan bekliklar
Buxoro amiriga berildi deya general yashirganini oshkor qilib qo'yadi. Mayevning 1875-yilda bosilgan Buxoro xonligi ocherki asarida Temurning hashamatli oq saroyi Buxoroning shu davrdagi hamma imoratlarida kuzatilganidek xarobalardan iboratdir. Shunga qaramasdan, bu vayrona hozir ham o'zining benazir go'zalligi bilan rom etadi. Janubiy tarafdan gumbaz qoldiqlari yaqqol bilinib turardi. Vaqtida imorat bezagi bo'lgan bu gumbaz hozirda nuragan bo'lib, undan koshinlar va yozuvlar bilan bezatilgan ikki baland devor saqlanib qolgan deb yozilgandi. Oradan 50 yil o'tib, 1920-yilda Sovet tuzumiga qarshi bilamiz, o'sha bo'lgan kurashlarda, ayniqsa yana o'sha Kitob va Shahrisabz bekliklari juda qattiq qarshilik ko'rsatadi. Hattoki o'sha bilamizki, o'sha Buxoro xonligi taslim bo'lgan taqdirda ham ular oxirigacha kurashadi va o'sha kichkina bir bekliklar sifatida bo'lsa ham o'zini qarshiligini ko'rsatishga harakat qiladi. Va mana shu yillarda ham xalq qo'zg'olonlari bo'lib o'tadi va mana shularni bostirish uchun ham o'sha Ben degan kimsa tomonidan Oqsaroy to'pga tutilganligi aytiladi. Asrlar davomida Oqsaroy vayronalari qarovsiz qolib, ularning atrofida mahalliy aholining o'z rivoyatlari va afsonalari paydo bo'ldi. Buyuk saroyning qoldiqlari tabiatning bir bo'lagiga aylangandek edi. Biroq 19-asr oxiri va 20-asr boshlaridan boshlab tarixga qiziquvchi olimlar va tadqiqotchilarning e'tibori yana ushbu buyuk merosga qaratildi. Ilk izlanishlar boshlanib, saroyning dastlabki tasvirlari va xulosalari paydo bo'la boshladi. 1973-1975 yillarda arxeolog Sultonov rahbarligida keng ko'lamli tadqiqotlar olib borildi. Bu qazishmalar natijasida saroyning asosiy qoldiqlari, uning o'lchamlari, tuzilishi va poydevor qismining chuqurligi aniqlandi. Aynan shu izlanishlar tufayli saroyning ulkanligi, peshtoq balandligi va boshqa o'lchamlari ilmiy jihatdan isbotlandi. Bu esa uning boshqa saroy inshootlari orasidagi noyob o'rnini tasdiqladi. (1994-1996 yillarda Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan Oqsaroyda konservatsiya ishlari amalga oshirildi. Bu ishlar saroy qoldiqlarini saqlab qolish va ularning yanada buzilishini oldini olishga qaratilgan muhim qadam edi. Oqsaroyning ilmiy doiralarda qayta kashf etilishi uning butun insoniyat uchun ulkan tarixiy va madaniy qimmatga ega ekanligini anglab yetishga yordam berdi. ...2002 yilda Shahrisabz shahrining 2700 yillik bayrami munosabati bilan UNESCO hamkorligida saroyda qisman qayta ta'mirlash va konservatsiya ishlari amalga oshirildi. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar va ilg'or restavratsiya usullaridan foydalanib, buyuk inshootning qoldiqlari asrab-avaylanmoqda. Oqsaroy bugungi kunda nafaqat tarixiy yodgorlik, balki O'zbekistonning muhim turistik obyektiga aylandi. U Shahrisabzning markazida 82 gektarlik keng saylgohda joylashgan bo'lib, har yili 100 minglab mahalliy va xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb etmoqda. Uning atrofida zamonaviy infratuzilmalar rivojlanib, sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Babaannem rahmetli, o Tacikistanlıymış. Babam orduyla beraber, Alman ordusuyla beraber işte Avrupa'ya geçiyor. Oradan da Türkiye'ye geçiyorlar ve Türkiye'de vefat etti. 1991'den sonra da tekrar ülkesine geldi ama
Dedem ve rahmetli babaannem vefat etmişlerdi. Kardeşlerini gördü. Daha sonra rahmetli ablam geldi. Ben de bu sene geldim ve burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim gen topraklarım, baba topraklarım. O nedenle çok mutluyum. Zaten bizim evimizde her zaman aş pişeydi. Samsa pişeydi. Her zaman kalbimiz Türkistan için attı. Hala da atıyor. My name is Mark from Brisbane in Australia. Mening ismim Mark, Avstraliyaning Brisbane shahridanman. Bu yerda bo'lib turganimizdan baxtlimiz. Tog'li hududlar bilan tekisliklar orasidagi farqlanish menga juda yoqdi. Bu haqiqiy kontrast, aqlni shoshiradi. Men ayniqsa tarixiy binolarning ulkanligidan hayratlandim. Ushbu bino nihoyatda bahaybat. U 14-asrning so'ngida qurilgan ekan. O'sha davrda bu inshootning barpo etilishini ko'rgan insonlar juda hayratlangan bo'lsa kerak. Bu kabi ulkan qurilishlarda juda ko'p odam ishtirok etganligi aniq. Amir Temurning tug'ilgan vatanini, bu yerda u amalga oshirgan bunyodkorliklarni, uning kelib chiqish ildizlarini ko'rish juda yoqimli bo'ldi. Shuningdek, u yuritgan harbiy yurishlar tarixi haqida ham ko'p narsalarni bilib oldik. Gidimiz juda bilimdon inson. Shu sababli safarimiz biz uchun nihoyatda qiziqarli va foydali bo'ldi. Chunki men ilgari bu mavzu haqida unchalik ko'p narsa bilmasdim. Özbekistan'a insan geldiğinde her defasında yeni şeyler buluyor. Her defasında daha güzel hissediyorsun. Ata topraklarını ziyaret etmiş olmak, geçmişimizi görmüş olmak çok keyifli bir şey ama yetmiyor. Bir defa geliyorsun, bir şehri görüyorsun, iki şehri görüyorsun. Sonra diyorsun ki bunlar bu kadar güzelse acaba diğer şehirleri ne kadar güzeldir ve bir sonraki geldiğinde de başka bir şehri görmek istiyorsun. Gerçekten burada olmak, Özbekistan'ı ziyaret etmek çok keyifli bir şey, çok güzel. Oqsaroy bu bir me'moriy obidagina emas. U buyuk Temurning ruhi. Uning adolatga, bunyodkorlikka bo'lgan intilishining abadiy ramzi hamdir. Bizning vazifamiz uni asrab-avaylash, uning sirlarini o'rganishda davom etish va bu bebaho merosni keyingi avlodlarga bekamu ko'z yetkazishdir. Bizning esa qadimiy va navqiron Shahrisabz shahriga bo'lgan sayohatimiz davom etadi. Boqiy obidalar ko'rsatuvining keyingi sonlarini o'tkazib yubormang. O'zbekiston tarixi telekanalida qoling.